Bir bandit o't cho'plikka kelib hojat qilmoqchi bo'lganda bir saqchi ehtiyot qilmay quroli yerga tushib ketadi. O'zining qo'rshovda qolganligini bilgan bandit ishtini hech kim ulgurmay qochdi. Uningga o'q tegib naq maydonda jon uzdi. Saqchilar o'ngirga bosib kirib, boshqa banditlarni etib o'ldirdi. Ger o'ngirga kirib karvat ustidagi kiyim-kechak va xatlarni ko'rib, u o'g'lining bu yerga cho'qim kelganligini jazmlashtirdi. Saqchilar har qancha izlabmi Jonning simasini topolmaydi. Aslida bu bir to'p bo'lonchilar uzun vaqt saqlabmi tutqun qilish pulini ololmay, ochiqqiga paylamay, uni yana bir to'p odam bediklariga setiydi. Jonni tutqun qilgan o'rin o'zgardi. Mutaxassis darhol qaytib kelib Paul Gaydiga: "Biz Jonni xato tushunib qopdik. Uni rostla banditlar tutib ketibdi. Endi pul to'lamsa qarshi taraf rostla uni o'ldirib yetish mumkin" deydi. Ammo Paul Gaydi iqtisodiy ahvolda masala ko'rilganligini bahona qilib, navrisini qaytarib olishni rad qildi. Lekin orqadagi katta boy 1.500.000 yuan dollarga bir parcha dangliq maybo'yoq rasm setib oladi. Uzun o'tmay banditlar Gerga yana bir qitim telefon qilib tahdid solganda, u banditlarga to'xtamay yalvoradi. Dal mush vaqtda mutaxassis uning qo'ldan telefonni tortib olib banditga: "Jon bir yosh o'smir jinoyatchi. Paul Gaydi uningdan allburun voz kechgan. Biz sizlar degan pulni bera olmaymiz" deydi. G'azablangan bandit telefonni qo'ydi. Mutaxassisning gapiga ochiq kelgan Ger uni bir tastak soladi. Mutaxassis Gerga: "Biz ularga bo'lmasimi bo'ladigan pozitsiyani ifodalaganda qarshi tarafning bahosi tushishi mumkin" deb tushuncha berdi. Lekin bir onaga nisbatan aytganda, bola tovar emasda. Ona faqat o'g'lining bexatarligiga ko'ngil bo'ladi xolos. Biroq ishlar mutaxassisning degandek chiqmaydi. Yarim kechada banditlar yana bir qitim telefon qilib, ularning bahoni tushirishga qo'shilganligini, bu qitim 7 million Amerika dollari olganligini aytdi. Lekin bu baho Gerga nisbatan aytganda yanada nihoyat yuqori. Lekin u tuyuqsizlar Paul Gaydining ilgirki navrisiga sovg'a qilgan bahosi million yuanlik haykalni esiga elib, kimartuq qilib setish o'rniga apardi. O'ylimga yerdan qarshi taraf bu faqat xaridorlarga setiladigan xotir buyum deydi. Ger uning gapiga ishonmaydi. Hamda uningga bu degan katta payning navrisiga qilgan ko'rish sovg'asi deydi. Hamda Rossiyalganligini bilib beqish uchun bir sayohat to'kuniga kelganda o'zining qo'lidagi o'pmoqcha san'at buyumini ko'rdi. Bas faqatla 10 dollar bo'lib, nima qilarini bilolmay qolgan Ger Paul Gaydidan intayin umsizlandi. Bir tarafdan qutqizishni kutib turolmagan Jon o'zi qochib ketishni qaror qilib, banditlar diqqat qilmagan fursatdan foydalanib, o'z turayotgan yerga o't qo'ydi. U tezdan bolqi bilan orqishni so'qib echib, muvaffaqiyatli qochib chiqdi. Banditlar o't ketganligini bayqab, o't o'chirayotganda Jon yo'li bo'yiga qochib chiqib, bir saqchi mashinasiga uchrab qoladi. Saqchilar uni saqchi idorasiga elib keladi. Jon apsiga telefon qiladi. O'g'lining telefonini topshirib olgan Ger intayin hayajonlangan holda: "Sen hozir qaysi saqchi idorasida?" deb so'rab turishiga telefon uzilib qoladi. Banditlar uni izlab tepib olgan bo'lib, Jon yana bir qitim tutqun qilindi. Aslida bu bir to'p banditlar shu joydagi saqchilarni ishki jihatdan setib olgan bo'lib, saqchilar Jonni banditlarga tutib berdi. Jonning qilmishdan g'azablangan banditlar uni uyiga tutib kirib, hushsizlantirish to'g'risi bilan uni hushsizlantirib, tomoq ustiga qo'ydi.